Gulshan opa, 3 yoshli o'g'limni tishlari qop-qora bo'lgan. Bu sababi nima? Ko'p yosh bolalarda hozir mana shunaqa tishda yemirilish yoki o'sha qora rang bo'lib to'kilishi kuzatilyapti. Bu homiladorlik vaqtingizdagi bolani o'sish davrida, ichingizda rivojlanish davrida qanaqa oziqa bilan ta'minlaganingiz. Ya'ni ayol homilani ko'targuncha o'zidagi hamma zaxiralari birin-ketin bolaga beriladi. Agar onada o'sha zaxira yetarli bo'lmasa, demak farzandda ham qanaqadir kamchilik bilan tug'iladi. Va tishlar chiqishi boshlagan vaqti o'sha xom ashyo yetmaydi. Ya'ni tishlar nimadan tarkib topgan? O'zini quruvchi materialdan, minerallar kerak. O'sha minerallardan bittasi agar kalsiy bo'layotgan bo'lsa, farzandingizni tug'ilgandan hozirgi yoshgacha regular tarzda organizmga kalsiy kerak deb hisoblaganmisiz? Qanaqa kalsiy berib kelasiz? O'sha kalsiy so'rilishi uchun masalan vitamin D bilan birga berish kerak. O'shani inobatga olganmisiz? Ya'ni tishni biz sifatli bo'lishini xohlaymiz, lekin o'sha tish nimadan chiqadi? Xomashyo bermasangiz devor qurilmaydi-yu. Xomashyo berilmasangiz tom yopilmaydi. Xuddi shunaqa narsa. Va yemirilib ketishini yana bitta sababi nafaqat farzandingizni o'zida o'sha xomashyo yetmayapti, balkim o'sha xomashyosiga yana tekinxo'rlar ham bor. Bu parazitlar, infeksiyalar va hokazo narsalar. Ular bolani ratsionida hamma narsani ta'minlagan taqdiringizda ham ma'lum bir qismini ular ham iste'mol qilishyapti. Va o'sha tish hali shakllanib ulgurmasdanoq qorayib, to'kilishni boshlayapti, to'g'rimi? Bolaning tishi nimadan qurilishi kerak? Hamma bolasini aqlli bo'lishini xohlaydi. Hamma xohlaydi bolasi aqlli bo'lishini deb. Lekin nega hammani bolasi aqlli emas? Aql ham xomashyodan quriladimi? O'zidan o'zi osmondan berilmaydi-ku. O'sha miyaga masalan oddiy yog'lar kerak, foydali yog'lar ratsionda bo'lishi kerak. Hozirgi yoshlar e'tibor qiling, sariyog' degan narsani yeyishmaydi. Dumma yog'ni hidini yoqtirishmaydi. Bolalar qanaqa yog'da ovqatlanyapti? Umuman yog' yeyaptimi? Ko'pgina baloqatga yetadigan qizlar hali 15-16 yoshga yetmasdan dietalarda o'tirishadi. Va asosiy o'sha yog'lardan cheklanishadi. Sifatli oqsil yeyishmaydi. Sosiska yeyman, kolbasa yeyman, dudlangan go'sht yeyman deydi. Bu xomashyomi? Organizmga bu zahar, organizmga bu toksinlar, konservantlar, stabilizatorlar va bolani agar 20-24 yoshgacha o'sishini xohlasak, sifatli o'sishini xohlasak, biz uni ovqatiga e'tibor qilishimiz kerak. Biz uni uyqusiga, chunki kechasi uyquda o'sish gormoni oddiy bolalarimizni bo'yiga javob beradi. Mana bola o'sishini xohlaymiz, lekin biz aynan o'sish gormoni 9,5 dan masalan 3 gacha ketayotgan bo'lsa, biz undan foydalanmaymiz. Aksariyat yoshlar o'sishni o'rniga e'tibor qiling, bo'yi kalta bo'lib qolyapti. Sabab nimada? Uyqusizlikmi? Faqat uyquda deya olmayman. Uyqu yana bitta sabab. Agar ildizga qiziqsak, ham uyqu, ham yetarlicha qurilish materiali yo'q. Organizmni har 3-4 oyda o'sha ortiqcha tekinxo'rlardan, masalan, parazit, gribok, infeksiyalardan tozalab turish odati yo'q. Hech qaysi ota-onada regular uyini uborka qiladi, lekin bolam ichki a'zolaridagi o'sha keraksiz narsalarni chiqarishim kerak degan o'quvni ota-onalar qayerdan olishyapti? Hech qayerdan olishmayapti. To'g'rimi? Undan tashqari bolalar harakatsiz. Ya'ni qon aylanishi uchun, yegan ichgan narsa singishi uchun, o'sha oziqa bilan to'liq qonda aylanib yetib borish uchun ham harakat kerakmi? Hamma telefonda, hamma televizor tagida, hamma o'sha planshetlarda. Ya'ni harakat qilmagani uchun qon aylanishi ham yaxshi emas. Bo'g'im kasalliklari, yurak kasalliklari, hozir katta yoshdagi odamlarda qanaqa kasallik bo'lsa, yosh bolalarda ham xuddi shunaqa kasalliklar paydo bo'lyapti. Va buni sababi bir qancha faktorlar. Ya'ni o'sha faktorlarga kiradi o'sha xomashyo, o'sha uyqu, o'sha tozalik, o'sha suvni balansi, kerak bo'lsa har kungi o'sha harakat. Lekin bu narsani hech qayerda bizga ta'lim bermayotgani uchun biz faqatgina oqibati bilan nimadir qilyapmiz, lekin ildizga hech kim ahamiyat qilmayapti.